Nima? Yana ro'za tutishimiz kerakmi? Albatta, biz Shavvol oyiga yetib keldik. Bu oy islomdagi eng muhim oylardan hisoblanadi. Shavvol oyida biz 6 kunlik sunnat ro'zasini tutishimiz kerak. Qanday qilib deysizmi? Keling, ko'rib chiqamiz. Shavvol oyining birinchi epizodiga xush kelibsiz. Keling, muhim savollarga javob olamiz. Xo'sh, qachon boshlashim mumkin? Shavvol oyi tugamasidan ro'za tutilishi kerak. Sahih hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: kim ro'za oyida ro'za tutib, so'ngra unga Shavvol oyida 6 kunni qo'shsa, go'yoki butun umr ro'za tutgandek bo'ladi. Shavvol oyi ro'zasi qanday tutiladi? Niyatingiz Shavvol oyi ro'zasini tutishni niyat qildim yoki ochishni niyat qildim. Bomdod namozidan shom namozigacha tutiladi. Bo'lib tutsam bo'ladimi? Albatta bo'lib tutish mumkin. Bu majburiymi? Shavvol oyi ro'zasini tutish majburiy emas va bu sunnat hisoblanadi. Tutgan odam esa 1 yillik savobga erishadi. Qaysi ro'zani birinchi tutishim kerak? Albatta birinchi qazo ro'zalaringizni tutib olishingiz kerak. Undan keyin Shavvol ro'zasini tutish mumkin. Videoni eng yaxshi ko'rgan insoningizga yuboring. Savolingiz bo'lsa, kommentariya qoldiring.